Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyamızda başlayımız. Hazırkı biz 7-2 kız gap kılsak, 3 gün içinde yani özgürlüş buluvatıdı. Bu özgürlüş degende Amerika Birleşmiş Ştatlarının Prezidenti Obama'nın bexatarlik boyunca yardımcısı Sözün Rais Hanım Beijing'i ziyaret kıldı. Lekin Beijing'i ziyaret kılış jarayonida Janubiy dengiz meselesini eg'izga olmadi, faqat ikki davlatning hamkorligi ustida to'xtaldi. Bundaq aytganda, Janubiy dengizda tinchlik va muqimlikni qo'g'dashni oldingi shart qildi. Uning keyinda Laosning Vientiane shahrida ochilgan 10 davlat, Sharqiy Janubiy Osiyo 10 davlatlari 10 Sharqiy Janubiy Osiyo ittifoqiga a'zo davlatlar 10 davlat qo'shimcha Jungo oraliqda o'tkazilgan suhbat va suhbatdan keyingi e'lon qilingan bayonotni e'lon qilgan vaqtda bu asosligi Yaponiya, Avstraliya, Amerika Birleşmiş Ştatlarının 3 davlatning bayonoti ham Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarining bayonoti. Bu bayonotni e'lon qilgandan keyin Wang Yi Jungo Tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi nim dedi, g'alaba qildi dedi. Mana shundaq vaziyatlar ketyapti. Ana ustiga hozir Jungoning ichki qismida alohida o'zgarish bo'lyapti. Masalan, Yang Huang avlodlari, Yang Huang Chunqiu degan jurnalni taqash masalasi, shundaqla to'g'ri to'g'risi e'lon qilingan qaror masalasidan qaraganda Jungoning ichki qismi hozir yani boshqacha bir tarzda ketyapti. Bu sözlerimizden ma'lum mazmunlarını ikiler növbet sözleş kaldırıp koyup bugün biz tüvendiki leksiya, mavzu boyunca leksiya sözleyimiz. Washington'daki özgürüş. Amerika özgerdi. Kararını bir varak örüp okuşunu müracaat kıldı mavzulu haber. 7. ayının 25. günü Duvit orbiti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Aksaray, Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Devlet Bexatarligi işleri boyunca yardımcı maslahatçı Sözün Rais 25. günü Jungo'ga ziyaret geldi. Jungo alakadar taraflarının uqturuşuga asaslanganda Sözün Rais ayrım halda Jungo'nun devlet reisi Xi Jinping, Devlet Mahkemesi'nin azası Yang Jiechi hem de Merkezi Harbi İşler Komitesi'nin Mao reisi Pen Changlong bilen görüştü. Görüşte Xi Jinping ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Jungo o'zaro ishni ilgari surishga kuch chiqarishimiz kerak. 1 milliard 300 milyon Jungolikning yaxshi kun ko'rishi bu Jungo taraqqiyotining nishonidir. Jungo davlat kuchaysiz o'magari bo'ladi degan yo'lda mangmaydi. Jungo'nun dünyanın hazırki tertip prensiplerine xaras ilan qilish niyeti yok. Jungo bilan Amerika'nın ortak menfaati aradaki ixtilofdan üstün turdu. Hamkorlashadigan bo'lsak, hamkorlashadigan yerlerimiz intayin ko'p. Ko'rinishda Sözün Rais Hanım Reis Xi Jinping'ga Prezident Obama ko'rishishda Sözün Rais Hanım Reis Xi Jinping'ga Prezident Obama'nın salamını yetkizip mundaq ko'rsatdi. Prezident Obama bu yıl 9. ayda Jungo'da Hangzhou'da o'tkazilgan 20 davlat boshliqlarining yuqori darajaliklar yig'inida Reis Xi Jinping bilan yana bir qatim suhbat o'tkazishni umid qiladiganligini bildirdi. Sözün Rais Hanım mundaq ko'rsatdi. Reis Xi Jinping'nin Amerika-Jungo münasebeti ko'z qarashlari Prezident Obama'nın ko'z qarashlariga intayin yaqin. Prezident Obama mundaq qaraydi. Amerika-Jungo münasebeti hozirgi dunyoda eng muhim qo'sh taraflik munosabat. Görüşüşte Yang Jiechi Jungo tarafının Janubiy dengiz sat raketa sistemasi meselesi to'g'risidagi meydanını bildirib, Jungo tarafının Gaga'nın qarori qarıştırış meydanı aniq va qat'iy deb ko'rsatdi. Jungo Janubiy dengizidagi territoriya va dengiz okean huquqini davomli qat'iy qo'llaydi. Jungo taraf Amerika tarafının ko'ngil bo'ladigan masalalarga astoydil muomala qilishga haydakchilik qildi. Mesela Jungo taraf ko'ngil bo'ladigan masalalarga Amerika tarafdan astoydil muomala qilishga haydakchilik qildi. Koreyaga sat raketa sistemasini o'rinlashtirmasligi kerak. Sözün Rais mundaq ko'rsatdi. Xuddi Prezident Obama ta'kidlagandek, Jungo Amerika munosabati dunyoda qo'sh taraflik muhim munosabatdir.
Amerika güllengen muqim xalqaro ishlarda muhim rol o'ynaydigan Jungoni qarshi oldi. Aksaray Sözün Rais'nin Jungoni ziyaret qilish munosabati bilan bayonot e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Sözün Rais Yang Jiechi bilan samimiy cho'nqur strategik suhbat o'tkazdi. İki taraf qo'sh taraflik hamkorlikning misli ko'rilmagan darajaga yetishiga birdek qo'shildi. O'tganda erishgan natijalarga asoslanib 9-oyda Prezident Obamaning 20 davlat boshliqlari yig'ini mezgilida Jungoni ziyorat qilishiga tayyorlik qildi. Jungo Davlat Mahkemesining a'zosi Yang Jiechi bilan Sözün Rais aradagi ixtiloflarni qurilish xarakterlik tizginlashning muhimligiga birdek qo'shildi. Demek Sözün Rais Beijingni ziyorat qildi. Bu qatam hamkorlik va Janubiy dengizda tinchlik va muqimlik Janubiy dengizni eg'izga olmadi. Boshqalar bilan suhbatlashgan nima dedi bilgani bo'lmaydi, eg'izga olmadi. Asosiga Jungo Amerika hamkorligi. Ehtimol Janubiy dengiz masalasini tinchlik va muqimlikchida bartaraf qilishni o'ylashgan bo'lishi kerak. Shunga bu bugun Washingtonda o'zgargan siyosat deb belgilandi. Aslida Jungo siyosati qandoq o'zgarar edi, qandoq o'zgarishi kerak edi. Kishilarning o'ylig'ini boshqacha bo'lishi mumkin, lekin navbatda shundoq o'zgardi deyli. Endi keyingi vaziyatga diqqat qilib qarab turamiz vatandoshlar.